Assalomu alaykum aziz obunachilar, kuzatuvchilarim. Bugun sizlarga uy sharoitida muzqaymoq qilishni ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi banan, sut, qulupnay va moloko. Xo'p, ishimizni boshlaymiz bananimizni archishdan. Mana ko'rib turganingizdek bananimizni archib bo'ldik. Endi uni parrak shaklda to'g'rab olamiz. Qaymoq tayyorlaymiz. Hop, bananimizni to'g'rab oldik. Mana bananlarimizni to'g'rab oldik va joylab bo'ldik. Ana endi keyingi ishimiz qulupnaylarni tag qismini olib chiqish, ya'ni ko'kargan orqa qismini olib chiqamiz va to'g'raymiz. Xo'p, shunaqa qilib birin-ketinlikda qulupnaylarni ajratib olamiz. Mana azizlar, hozir po'sti bilan qulupnaylarni alohida qilib ajratib oldik. Xo'p, endi qulupnaylarimizni xohlasak to'g'raymiz, xohlamasak to'g'rashimiz shart emas, lekin biz shunga qaramasdan ikkiga bo'lib to'g'rab qo'yamiz. Xuddi shunaqa qilib hammasini hop ikkiga bo'lib chiqamiz. Hop, ana endi hammasini tayyorlab oldik. Hop, qulupnayimiz tayyor, bananimiz tayyor. Hop, sutimiz tayyor va molokoyimiz ham solishga oson bo'lsin deb ustini qirqib qo'ydik. Hop, endi birma-bir hammasini mana bu cho'perning ichiga joylab chiqamiz. Qani ketdik. Bismillah. Ana endi bananimizni solamiz. Hop, endi sutimizni qo'yamiz. Ana endi qoshig'imizda molokoni tushirib olamiz. Hammasini solamiz molokoni ham. Hop, qo'limizga ko'tarib olib solamiz. Mana ko'rib turganingizdek, hammasini solib bo'ldik. Qulupnay, moloko va sutlarimizni soldik. Ana endi buni ustini yopib, blender qilishga olib boramiz. Choper qilishga degani mana. Hammasini solib aylantiramiz. Hop, mana yoqdik. Hop, mana buni choperga olib kelib oldik. Birinchi birda qilib ko'ramiz. Qani? Hop, olamiz. Keyin ikkiga o'tkazib ko'ramiz endi. Hop, uni keyin cheksizlikka o'tkazamiz. Qani? Hop, bo'ldi. Hop, aziz kuzatuvchilar, obunachilar, bu choperimizni taniyapsizlar degan umiddaman. Buni raspakovkasini ko'rsatganman va o'zim noldan boshlab terib, qotirib o'zim YouTube'ga joylaganman, esinglarda bo'lsa. Hop, ana endi buni idishlarimizga qo'yib olamiz. Hop, mana azizlar, endi muzqaymog'imiz yarim tayyor holatga keldi. Endi buni qo'yib olamiz idishimizga. Mana mana muzqaymog'imizni solib bo'ldik. Ana endi buni hozir muzlatgichga, morozilkasiga 2-3 soatga solib qo'yamiz. Mana qaytib keldik. Qanchadir vaqtdan keyin morojnamiz tayyor. Qani endi ochamiz. Mana
Hop, endi qoshiq yordamida olamiz buni. Hop. Ko'rinishiga gap bo'lishi mumkin emas, nimagadir qora chiqib qolyapti. Unchalik bo'lmadi hali. Bizni sabrimiz chidamasdan mana idishga solamiz hozir. Mana sabrimiz chidamasdan hozir olib oldik. O'zicha turish kerak edi yana. Mana. Bu maxsus qoshiqchasi yo'q. O'zimizni qoshiqchadan foydalandik. Endi hozir buni tatib ko'ramiz. Yoqimli ishtaha.